Ha? Ha kövrün en son ana ne bana koyuyorsun? Çamadalın çıkırıp koyalım. Çamadalını koyalım. Mana bittan suvdan olarkansizlar mana. Shoy ekan, suv ekan mana. Chanqa deydi-yu. Ha, to'g'ri. Oling-chi. Bir chekka qo'yalash, bir chekkaga qo'yalish. Alhamdulillah mehmonxonaga yetib keldik. Mana chiqamiz mana aka. Mana shu yermi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozir haromni tanishtirishga olib chiqib ketyapmiz jamoamizla. E'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi mana masjidda mana ro'parasida nur salom eshigi bir. O katta bir. Ano imom mana shundan bag'da turadi. Mana qarab turing mana. Yozib qo'yibdi mana yerga mana. Imom deb qo'yibdi. Mana undan oldinga o'tib ketib qolma deb chiz yozib qo'yibdi. Bizda ko'pchilik keladi-da, ayollarimiz ayniqsa namoz o'qitganimizda mana yerda aqrab salaveradi joy namozni. Mumkin emas. Ha? O'shaning uchun mana shundan bag'ida o'qisangdan keyin to'g'ri bo'ladi. Ana katakchilar ayollarga namoz kelganingda. O orqa tomonlari ayollarga. Hozir ayollar hozir tahajjud o'qisa bo'laveradi. Sizlar ashiga o'tirib, ashida bundoq qarang, qayda ochiq joy bo'lsa kirib tahajjud o'qitib, men kelib olib ketaman. Tahajjud o'qitaveradi. Bomdod uxlab qolasizlar qilsa. Ha? Erkaklar yuringlar, salom berib chiqardik. Xo'p, oyoq kiyimlarimizni yechib olaylik. Oyoq kiyimimizni yechib olib, qo'limizga ushlab olamiz. Xo'p, ashadan salovat aytib to'xtalichi. Allohga hamd bo'lsin, Rasulullohga salovat va salomlar bo'lsin. Allohim fazl-u rahmat darvozalaringni ochgin deb kiramiz, ha? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Jamoamiz bilan hozir salomga kirib chiqdik. Rasululloh alayhisalom ziyoratlariga kirib chiqdik. Yuraylikchi. Bu yerda hammasi raqamli-da. Mana hozir oldimizdagi dorivasi necha ekan? 310. 310 ni ichi ashida zamzam, kunduzi zamzam beradi. Katta 5 litrli idishlar bo'lsa 5 litrlik zamzam beradi. Zamzam beradigan joy deb eslaysizlar. Bu yer nomi, ko'cha burchaga. 300 mana shuning ichida zamzamni katta idishga quyib beraveradi. Unda kirsangiz quyib olib ketaverasiz. 5 litr olasizmi, 100 litr olasizmi, olganingizcha. Kichkinaga bermaydi. Idish bo'lsa o'sha idishga beraveradi. O'sha mana demak 310-chi zamzam beradigan tomoni. Mana ro'para qibla qarang, ro'paramiz qibla-yu, qiblani mana shu burchak, o'ng qo'limiz burchak tomoni. Tushunarlimi? Harommi? Yuring ichkariga. Assalomu alaykum. Mana soat 3 bo'ldi. Ochilyapti hammasi. Soyabonlar. Madina-i Munavvarada. Alhamdulillah. Hammasi bir xil vaqtda bir xil ko'tarilar ekan. Bu yerdan bitta orqama ketgan bo'lmasa ekan. Material pishiqligi tepasida odam yurib yuvaverar ekan changini. Yirtilib ham ketmas ekan, quyoshda kuyib tushib ham ketmas ekan, chirimas ekan bu material. Germaniya tayyorlab berar ekanda.
Alhamdulillah. Hamasini masakan old qismdagilarni. Old qismdagilarni. Mana bitta B2 jamoasi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. To'g'ri xil ovqat ekan. 5 xil salatlar. Non, kofe, kompotlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana shu supa, mana ahli supaning joyi mana shu. Sayyidina Muhammad supalar shumi? Ha, mana shu supa. Haji. Ahlan va sahlan. Kay vallahi. Oh, no. Hadi o'qiyveramiz. Uni video qilmas, uni duo qiladi. Namoz o'qiyotdi, tez namoz o'qiydi. Ha? Nafil tahajjud o'qiydi. Tahajjuddir. Assalomu alaykum. Hojilarimiz. Burchakka o'tib o'qish harakat qiling. Burchak. Alhamdulillah mana Ravza Muborakga kirib o'qish nasib. Mana mana. Ha işte mana. Mana tuxumlar, toshka, non, suzma, limon. Mana rayhondan asosini choyga mazzada. Ha, choyga soling-da. Murabbodan ham bo'lish kerak. Mana nima ekan? Bodring ekan mana. Bir suv, choy, qora choy, ko'k choy, kofeni ham tozasini qo'yibdi-da. Ertalabda ham kompot meni. Maza. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Madina-i Munawvarada alhamdulillah mana bir juma namoz o'qishlik nasib bo'lib turibdi. Allohim barchalarini bizni singari kelib shu yerda Rasululloh alayhissalomni ziyoratlab bo'lishni barchaniga nasib qilsin. Barchalarini inshaalloh barchalarning juma yomi muborak bo'lsin. İnşallah dualarda barchalarning haqqiniga duo qilamiz. Sizlar ham duoda o'tirsizlar. Salomat, sog' salomat ziyoratchilarimizni xursand qilgan holatda umra amallarni bajarib, vatanimizga sog' salomat qaytishlik nasib qilsin.
alaykum rahmatulloh. Hop. Hoji onalar inshaalloh ertalab bomdod namozidan keyin ravzaga kiramiz. Tasbih chiqqan. Lekin tasbihni har 5 vaqt o'qib ketibdi. Har bir kishining telefoniga o'rnatib beraman. O'sha yerda bitta qilib kirgizaveraman vaqti kelganda. Menga uchraydi hamma o'shaganlar. Ertalab bomdodda birga o'qiymiz, bir joyda o'qiymiz hammamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hozir jamoamiz bilan Madina Munawvara ziyoratiga chiqib ketyapmiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana Qubo masjidiga yetib keldik. Jamoamiz bilan hozir shu to'g'risida ma'lumot beramiz. Alhamdulillah. Asr namozini Qubo masjidida o'qildi. Indik ayollarimiz ayollar tarafda, erkaklarimiz erkaklar tarafda. Mana ro'paramizdagi joy mana bu. Avtobusda gapirib ketaman uni tushuntirib. Vaqtimiz oz. Bizda Hanafiy mazhabda asr bilan shom orasida namoz o'qib bo'lmaydi. Bular o'qiyverar ekan, ha? Biz kelgan joyimizda mana shu yerda Payg'ambar alayhisalom hijrat qilib kelganlarida mana shu yerda kutib olishgan Makka, Madina ahli. Ko'rgan bo'lsangiz Risola kinosida nimalarni xurmolar tezagi chiqib olib, juda halganaqa she'rlarni aytib kutib olishgan yerga olib keldim, asli joyga. Shu yerda kelib to'xtaganlar, shu yerda namoz o'qishgan. O'sha namoz o'qigan yerlarga olib kirdim. Asli ana Qubo masjidi to'g'risida hozir avtobusda yana batafsil gapirib beraman. Alhamdulillah, mana o'tirib olaylik. Sizda bo'ladi ekansiz. Hozir biz kelib mana bitta umra, alhamdulillah bitta umramga savobiga ega bo'ldik hozir. Endi bu yer nimaga bu yerga kelganligimiz sababi bu yer yuzidagi birinchi taqvo ustiga qurilgan masjid. Birinchi masjid. Taqvo ustiga qurilgan masjid. Çünkü Payg'ambarimiz alayhisalom hozirgi kelgan yerimizda aytdim-ku, haligi Madina ahli Makka mukarramadan avval hijrat qilib musulmonlar ko'chib kelishdi. Va oxirida Abu Bakr roziyallohu anhu bilan Rasululloh alayhisalom va yo'l ko'rsatuvchi arab uchovlari kelishdi. Bularning yo'lga chiqishganini bilishardi Madina ahli. Bu hijrat qilib bular hammalari kutib turishdi. 8 kun deganda kelishganda ko'rgan bo'lsa Risola filmida nimani tuyalarni nimani qurbonlar deyaziga chiqib olib turib, Badru alayna shuni aytib kutib olishadi. Xuddi o'sha yer. O'sha yerda tushib, o'sha yerda 2 rakat shukronasiga namoz o'qishadi. Va keyin mana bu o'rinni ikkita haligi yetim